Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. 3-fasl 29-qism. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siratlari mana shu yerdan, Makkadan boshlanadi. U zot Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttalib ibn Hoshim ibn Abdumannofdirlar. Nasabi shariflari Halilulloh Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomga bog'lanadi. Ularning barchalariga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bobolari Abdul Muttalib uxlab yotganida ajoyib tush ko'rdi. Bu tushda faqat unga va uning nabirasiga nasib qiladigan ulug' bashorat bor edi. Nimalar qilyapsan, ey Quraysh sayidi? Senga bu quduqni qazishni kim buyurdi? Bu rost va haq tushdir. Mayli kuya. Lekin bu yer faqat sening mulking emas-ku. Xohlagan ishingni qilsang. Men buni o'zimcha qilayotganim yo'q. Bu Baytulloh Robbisining buyrug'i. Suv chiqdi. Hojar va Ismoil alayhissalomning quduqlari qaytdi. Bittasini qurbon qilaman, ha, ey Quraysh jamoasi. Agar Alloh menga 10 ta o'g'il bersa, ularning birini qurbon qilaman. Abdullohga u qurbon bo'ladi. Abdulloh qurbon qilinadi. U qurbon bo'ladi. Yo'q. Qurbon bo'ladi. Aytishlaricha, Hijoz donishmandi bir tomonga Abdullohning, ikkinchi tomonga tuyalarning nomidan kamon o'qini qo'yib, Abdulloh va tuyalar orasida qur'a tashlashga buyuribdi. Bu tuyalarga chiqqan qur'a o'qi. Alloh seni qutqardi, o'g'lim Abdulloh. Rasulullohni madh etay toki go'zal orzularim ushalmay qolmas. Ey Quraysh jamoasi! Abdulloh vafot etdi. Abdul Muttallibning o'g'li vafot etdi. Men axir Ka'bani, sizlar Baytul Harom deb ataydigan joyni buzishga keldim-ku. Sen esa tuyalaringni so'rayapsan. Ha, tuyalarimni so'rab keldim. Men tuyalarning egasiman. Baytullohchi? Baytullohni himoya qiluvchi egasi bor. U Makka tomon yuzlanayotgan filning yoniga kelib, qulog'iga shivirladi. Cho'kka tush, ey Mahmud. Kelgan tarafingga to'g'ri qayt. Sen Allohning urush harom qilingan muqaddas yeridasan. Shunday deb filni tark etdi. Fil esa cho'kka tushib oldi. Uni shimol yoki janub tomon yurishga majbur qilganlarida o'rnidan turib yugurib ketardi. Har bir qushda 3 tadan tosh bor edi. Biri tumshug'ida, qolganlari 2 oyog'ida. Baytullohni himoya qiluvchi egasi bor. Ey Baytul Haromning Robbi, senga hamd va sanolar bo'lsin. Yaqinda Tihomada payg'ambarlik muhri bor bola dunyoga keladi. Uning hukmronligi to qiyomatgacha davom etadi. U bu ummatning payg'ambari bo'ladi. Tug'ilmasidan otasi vafot etadi. Uni bobosi va amakisi o'z qaramog'iga oladilar. Buni menga nima aloqasi bor? U sening sulbingdan bo'ladi ey Abdul Muttallib. Fil voqeasidan 50 yoki
55 kun o'tib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavallud topdilar. Uni avayla yer ko'kda doimo maqtalishi uchun unga Muhammad deb ism qo'ydim. Bekam Ominaning aytishicha, ichidan bir nur chiqib, Shomdagi Busro qasrlarini yoritganini tushida ko'ribdi. Unda bu muborak bola. Sho'rim qursin. Go'dakda nima gunoh? Uni albatta olaman. Shoyat barakali bo'lsa. Bu xayru baraka qayerdan ekan-a? Biz muborak bola olibmiz. Men ham shu fikrdaman. Mendan keyin sardoringiz Abu Tolib bo'ladi. Muhammad ham uning qaramog'ida bo'ladi. Nabiramni odamlardan ehtiyot qilinglar. Unga ozor yetkazsalar, yordam beringlar. Azizam Fatima. Jiyanim Muhammadning qilayotgan ishlarini tushunmayapman. Abu Tolib, u haqiqiy erkaklardek sabrli, viqorli, rahim shafqatli, tarbiyali bola. Fe'l-atvori ham g'oyat go'zal. Bilasanmi Fatima? Uning nega qo'y boqayotganini hech ham tushunmayapman. Sen bilan bu bolaning o'rtasida qanday qarindoshchilik aloqasi bor? U meni o'g'lim. U sening o'g'ling emas. Bu bolaning otasi hayot bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, u inimning o'g'li. Otasiga nima bo'lgan? Muhammad onasining qornida homila ekanida vafot etgan. Rost aytding. Jiyaningni yurtingga qaytarib yubor. Uni yahudiylardan ehtiyot qil. Allohga qasamki, agar ular uni ko'rib qolsa, men bilgan narsalarni bilishadi. Shunda ularning yomonliklaridan omon qolmaydi. Jiyaning kelajakda buyuk ishlar qiladi. Bolani menga olib keling. Xudo haqqi. Bu xosiyatli bola ekan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham qavmlarning buzuq ishlariga qo'shilmas edilar. Ichkilik ichmasdilar, but sanamlar uchun so'yilgan jonliqdan yemasdilar, but sanamlarga doir marosimlarga bormas edilar. Varaqa ibn Navfal Hadijaning amakivachchasi edi. U nasroniy bo'lib, kitoblarni o'qib, o'rganib, undan oxir zamon payg'ambari kelishini bilgandi. Hadija unga Maysaradan eshitganlarini aytganida, Varaqa ularga u oxir zamon payg'ambari dedi. Quddus, Quddus. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, menga aytganlaring rost bo'lsa, unga Musoga keladigan vahiy farishtasi kelibdi. Muhammad ushbu ummatning payg'ambari bo'libdi. Unga ayt, sobit tursin. Allohga qasamki, ey Muhammad, qavming seni yolg'onchiga chiqarishadi. Senga ozorlar berishadi. Yurtingdan haydab chiqarishadi. Senga qarshi jang ham qilishadi. Agar o'sha kunlarga yetsam, senga bor kuchim bilan yordam beraman. Shunday qilib payg'ambarimiz islom da'vatini yashirin sur'atda boshladilar. Jiyanim Muhammad, men sen tomondaman. Agar qavming seni yolg'onchiga chiqarsa, seni himoya qilaman, qo'llab-quvvatlayman va senga yordam beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yakka-yu yagonadir. Uning sherigi yo'q. Muhammad uning bandasi va rasuli deb guvohlik beraman. Bilol ibn Raboh roziyallohu anhu ham islomni qabul qildi. Yoshlardan Ali ibn Abu Tolib roziyallohu anhu islomga kirdi.
Ko'rdingmi Zayd? Abu Bakr go'zal xulqli savdogar. Shuning uchun o'zi ishongan odamlarni islomga da'vat qilyapti. Ey Abu Talib, huzuringga Umora ibn Validni olib keldik. O'zingga ma'lum, u Qurayshning eng o'ktam va chiroyli yigitidir. Uni o'zingga o'g'il qilib ol. Muhammadni esa bizga topshir. Sening va ota-bobolaringni diniga qarshi chiqqan jiyaningni bizga topshir. Bol. So'ng xo'rliklari kelib yig'lab yubordilar. Amakilari ham qo'shilib yig'ladi va shunday dedi: "Jiyanim Muhammad, mayli, ma'qul boraver. Xohlagan gaplaringni gapiraver. Xudo haqqi, seni ularga hech qachon topshirib qo'ymayman." Zaif hol mo'minlarni azoblash va qiynoqlarga solish davom etardi. Ilohim Lotdir, Alloh emas deb ayt. Bol. Yosirning oilasi ham zaif hol musulmonlardan edi. Mushriklar ularni dinlaridan qaytarish uchun rahim shafqat qilmay qattiq qiynoqlarga solardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning oldidan o'tganlarida sabr bardoshli bo'ling, ey Yosir oilasi, sizlarga jannat va'da qilindi deya dalda berardilar. Mana bu yerda yotgan Biloldir. Uning ustiga og'ir toshni qo'yardilar. Alloh yakka-yu yagona. Muhammadning dinidan qaytsang, seni ozod qilib, qimmatbaho ipak kiyimlar kiydiraman. Alloh yakka-yu yagona. Ko'rdingizmi? Muhammadni yana nima qilganini ko'rdingizmi? Ha, uni boplab ta'zirini berding Abu Jahl. Hamzaga tegmanglar. Ay bo'zimda jiyanini qattiq haqorat qildim. Amr ibn Os bizni Habashistondan olib ketish uchun kelibdi. Agar Makkaga qaytadigan bo'lsak, u yerda zinhor yaxshilik ko'rmaymiz. Hukmdor, ular Iso ibn Maryam haqida og'ir gaplarni aytishadi. Jafar ibn Abu Talib shunday dedi: "U Allohning quli va payg'ambari hamda bokira pokiza Maryamga tushirilgan ruhidir." Shunda Najoshi yerdan bir cho'p olib chiziq chizdi-da, "Sen aytgan narsa mana bu chiziq bo'lsa, Iso o'sha chiziqdan zarracha ham o'tmagan" dedi. So'ng musulmonlarga omonlik berdi. Quraysh elchilariga esa hadyalarni qaytarib berdi. Elchilar uning huzuridan sharmanda bo'lib qaytishdi. Iya? Qani kela qol. Xush kelibsan, jiyan. Nima yumush bilan kelding? Hazrat Umar, men Allohga va uning rasuli Muhammadga iymon keltirdim. Shuni senga aytib qo'ygani keldim dedi. Ular payg'ambarimizning oldilariga borib, "Ey Muhammad, oyni ikkiga bo'lib ber" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbilariga duo qilib, oyni ikkiga bo'lib berishni so'radilar. Alloh o'z payg'ambarining duosini ijobat qildi va oyni ikkiga bo'ldi. Nima bu? Bu nima bu? Muhammad bizni sehrlab qo'ydi. Muhammad bizni sehrlab qo'ydi. Muhammad bizni sehrlab qo'ydi. Hoy Muhammad, qanday mo'jiza ko'rsatsang ham senga hech qachon iymon keltirmaymiz.
ey Abu Bakr, do'sting nima deyotganini eshitdingmi? Aytishiga qaraganda bu kecha Baytul Maqdisga borib namoz o'qibdi va yana Makkaga qaytib kelibdi. Abu Bakr ularga yolg'on gapiryapsizlar dedi. Ana qara, masjidda odamlarga shunday deyapti. Abu Bakr shunday dedi. Allohga qasamki, agar u zot shunday degan bo'lsalar, rost aytibdilar. Bundan ajablanyapsizlarmi? Xudo haqqi, u zot kecha-yu kunduz o'zlariga Allohdan xabar kelishini, osmondan yerga vahiy nozil bo'lishini aytsalar ham buni tasdiq etyapman-ku. Kim bizga Abu Bakr va Muhammadni xoh tirigi, xoh o'ligini keltirsa, unga katta mukofot, ya'ni 100 ta tuya beramiz. Mana bu g'orni ham tekshiringlar. Mushriklar payg'ambarimizni sezmadilar. Muhammad bu yerda emas, ishonchim komil. Men ham shunday deb o'ylayman. U ikkisini boshqa joydan izlashimiz kerak. Shunday xotima topdingizmi? Ey Abu Lahab, Muhammadning biz haqimizda aytgan achchiq gapi haqiqat bo'lib chiqdi-ya. Hali oldinda bizni alamli azob kutib turibdimi? Hali bo'ynimga eshilgan olovli arqon o'ralishi ham haqiqatmi?